Kurslarimda o'qigan bir ayolning fikrlarini sizlar bilan ham bo'lishmoqchiman. Ushbu o'quvchimiz arab tilini o'rganaman deb kursga yozilgan va kurs oxirida natijalari bilan bo'lishayotganda shunday fikrni aytdi va bu meni ajablantirdi. Nimalar dedi? Demak, bu kursda yozilib nafaqat arab tili o'rgandim. Demak, e'tibor oldim ustozlardan, e'tirof oldim. Ya'ni mehnat qilgan, dars qilgan, bajargan, mana shu miyasini ishlatgan, yosh nechiga yetishiga qaramasdan va o'qituvchi tarafdan e'tirof olgan. E'tirof natijasida ushbu o'quvchimizda o'ziga bo'lgan ishonch oshgan. Ham fikrlar bilan mana shu arab tiliga qiziqadigan insonlar bilan birgalikda bo'lgan. Va kurs oxirida bu narsa meni xotiramni yaxshilanishiga, kayfiyatim ko'tarilishiga, uyqusizlikni yengishimga sabab deganda men bu narsadan juda ham xursand bo'ldim. Demak, inson ilm olsa nafaqat o'sha tilni o'rganadi, balki boshqa imkoniyatlar ham uning oldida ochiladi.